Shu kunning o'zida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti texnik tartibga solish sohasini xalqaro talablar asosida tubdan yangilash yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida texnik jihatdan tartibga solish sohasida puxta o'ylangan siyosat yuritish va xalqaro standartlarni izchil joriy etish davlatning barqaror rivojlanishidagi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Gap faqat normativ huquqiy bazani rasman yangilash haqida emas, balki milliy mahsulotlarga bo'lgan ishonch darajasini, iqtisodiyotning ochiqligini va uning jahon bozorlariga integratsiyalashuv salohiyatini belgilab beradigan zamonaviy sifat infratuzilmasini yaratish haqida bormoqda. Xalqaro standartlar ishbilarmonlik muloqotining universal tili vazifasini bajaradi. Ular mahsulot va xizmatlarning xavfsizligi, sifati, ekologik tozaligi va texnologik darajasi bo'yicha yagona talablarni belgilaydi. Milliy standartlarni xalqaro me'yorlar bilan uyg'unlashtirayotgan davlat amalda savdodagi texnik to'siqlarni kamaytiradi va o'zi ishlab chiqaruvchilarga tashqi bozorlarga chiqishni yengillashtiradi. Bugungi kunda raqobat ko'proq narxga emas, balki sifat va xavfsizlik talablariga muvofiqlikka asoslanayotgan sharoitda standartlashtirish strategik ustunlik vositasiga aylanmoqda. Xalqaro tajriba buni yaqqol tasdiqlaydi. Yevropa ittifoqida yagona texnik tartibga solish tizimi va majburiy Yevropa talablariga muvofiqlik belgisining joriy etilishi a'zo davlatlar o'rtasida qo'shimcha sertifikatlash to'siqlarsiz ichki bozorni shakllantirishga imkon berdi. Tovarlar aylanmasini tezlashtirdi va Yevropa kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirdi. Yaponiya ham o'z sanoat standartlarini izchil rivojlantirib, ularni xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish orqali Yapon standartiga muvofiqlik belgisini yuqori sifat kafolati sifatida qabul qilinadigan darajaga olib chiqdi. Davlat uchun xalqaro standartlarni joriy etish investorlar uchun shaffof, barqaror va tushunarli tartibga solish muhitini shakllantirishni anglatadi. Bu investitsiya jozibadorligini oshiradi, biznes hujjatlarini kamaytiradi, milliy kompaniyalarning global qo'shilgan qiymat zanjirlarida ishtirokini osonlashtiradi hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantiradi. Standartlarni uyg'unlashtirish, ishlab chiqarish jarayonlari, sifat menejmenti va muvofiqlikni baholash tizimini jahon darajasiga olib chiqadi. Natijada nafaqat eksport salohiyati, balki iqtisodiyotning umumiy texnologik darajasi ham yuksaladi. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda milliy standartlarni xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish va akkreditatsiya tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar strategik ahamiyatga ega. Bu mamlakat uchun quyidagi raqobat ustunliklarini yaratadi. Eksport geografiyasini kengaytirish, tashqi bozorlarga chiqishda texnik to'siqlarni kamaytirish, xorijiy investorlar ishonchini mustahkamlash, o'zbek kompaniyalarining xalqaro ishlab chiqarish zanjirlaridagi ishtirokini oshirish, mahalliy mahsulotlar sifatini yuksaltirish va iste'molchilar himoyasini kuchaytirish. Aslida bu uzoq muddatli iqtisodiy o'sish uchun barqaror poydevor yaratish demakdir. Bejizga ushbu taqdimotga prezident huzuridagi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha jamoatchilik kengashi vakillari taklif etilmadi. Prezidentimizni ko'rsatmalari bilan tadbirkorlar nomidan, eksportyorlar, ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatish sohalari nomidan tushgan ko'plab takliflarni ishchi guruhi a'zosi sifatida kiritganman va ularni aksariyati hozirgi taqdim qilinayotgan hujjat loyihalarida o'z aksini topgan. Bugun taklif etilgan tadbirkorlar ham ular har xil soha vakillari. Ular o'z sohasiga shu hujjatlarning ta'sirini va takliflarini muhokamasini ko'rish uchun kelishgan. Men o'ylaymanki, bu narsa qabul qilinayotgan qarorlarga har tomonlama, ya'ni ko'p soha tarafidan ko'rib, shunday bir perspektivada ko'rilib, bu hujjatlarni mukammal, ya'ni juda ham uyg'unlashgan manfaatdor taraflarni fikrlarini balansini topib, chiroyli chiqishiga men o'ylayman zamin yasaydi. Va bugungi yig'ilishda juda ham umid bilan qaraymanki, hurmatli prezidentimiz shu takliflarni, shu qarorlarni qo'llab-quvvatlaydilar va yaqin orada bular albatta mamlakatimiz sanoat, ishlab chiqarish transformatsiyasi zaminida bo'lib, tadbirkorlarga erkinlik, g'oyalarni tezda amalga oshirish, bozorlarga baryersiz chiqishga omil bo'ladi. 2018-yildan beri metallurgiya sohasi bo'yicha biz Samarqanddagi Asia Metal Prof korxonasi 102 gektarda 9 ta loyihani amalga oshirdik. Oldinlari to'g'risi eksport qilishni umuman xayolimizdan yo'q edi. Lekin mana hozirgi bugunga kelib dunyoda Yevropalarga ham biz o'zimizni listlarimizda eksport qilyapmiz. Bu esa yanada uni oshirish, bozorda yanada ichiga kirishda mana shu sifati nazorati, standarti bizga berayotgan sertifikatsiya masalasida juda ham yengillik bo'ldi. Mana hozirgi kunda sertifikatlash va texnik tartibga solish yo'nalishi bo'yicha prezidentimiz bilan muloqot bo'ladi. Bu esa o'zimizni ishlab chiqargan mahsulotlarimizni sifatini nazorat qilish, ya'ni dunyo bozoriga o'zimizni mahsulotlarimizni chiqarishda mana shu sertifikatlash yo'nalishi yanada yengillik masalasi bo'yicha farmonlarni yuzasidan muhokama qilamiz. Bugungi muloqotga qanday takliflar bilan keldingiz?
Bugungi muloqotga asosiy takliflarimizdan biri hurmatli prezidentimiz boshchiligida 2030 O'zbekiston strategiyasi qo'yilgan. Unda ma'lum bir marralarga erishish kerak. Bu marralarga erishishdagi eng muhim yo'nalishlardan biri eksport deb bilaman. Shuning uchun eksportni amalga oshirish, o'sha xalqaro bozorlarga kirish, ayniqsa o'sha standartlar, sertifikatlarga ega bo'lish uchun qilinadigan sa'y-harakatlar sohasida O'zbekiston o'sha USTS yoki davlat standartlari tashkilotlari bilan hamkorlik qilib, o'sha bozorlardagi sertifikatlarni olishni qulaylashtirish bo'yicha bir takliflarim bo'ladi. Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev texnik tartibga solish sohasini xalqaro talablar asosida tubdan yangilash yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Bu mazkur sohaga qaratilayotgan alohida e'tiborning yorqin ifodasi bo'ldi. Ta'kidlangandek, so'nggi 4 yilda milliy standartlarning yarmi to'liq xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirildi. Mamlakatimiz akkreditatsiya tizimi 185 ta davlat orasida 29-o'rinni egalladi. Bu ko'rsatkich milliy sifat infratuzilmasining yuqori darajada rivojlangani, akkreditatsiya organlarining professionalizmi va ular faoliyatining xalqaro talablarga mosligini aks ettiradi. Bu avvalo ishonch indikatori hisoblanadi, chunki transchegaraviy iqtisodiy hamkorlik asosida aynan ishonch yotadi. Yana bir muhim yutuq milliy laboratoriyalar natijalarining Germaniya, Koreya va Yaponiyani o'z ichiga olgan 37 ta davlat tomonidan tan olina boshlaganidir. Bu O'zbekistonning sinov va sertifikatlash bo'yicha natijalari xalqaro talablarga javob berishini anglatadi. Biznes uchun bu vaqt va xarajatlarni qisqartirish, chet elda qayta sinovdan o'tish zaruratining bartaraf etilishi, raqobatbardoshlikning oshishi demakdir. Davlat uchun esa eksport salohiyatining mustahkamlanishi va global ta'minot zanjirlariga real qo'shilishidir. Shu bilan birga yuqori xavf darajasiga ega 156 ta tovar pozitsiyasini davlat reyestriga majburiy kiritish talabi bekor qilindi. Majburiy sertifikatlashga tortiladigan tovarlar soni 27% ga qisqardi. Natijada sog'lom raqobat muhiti shakllandi va tadbirkorlar uchun ortiqcha ma'muriy to'siqlar kamaydi. Biroq soha oldida hali yechimini kutayotgan masalalar ham mavjud. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida texnik tartibga solish tizimi to'liq xalqaro talablarga mos bo'lishi shartligi ta'kidlandi. Mahsulot muvofiqligini baholashda korxonalar faoliyatini tekshirish amaliyoti tadbirkorlar noroziligiga sabab bo'layotgani qayd etildi. Rivojlangan davlatlarda xavf-xatar tahliliga asoslangan bozor nazorati tizimi amal qiladi. Unga ko'ra ishlab chiqaruvchi mahsulot muvofiqligi to'g'risida deklaratsiya berib, to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Shu munosabat bilan mamlakatimizda bosqichma-bosqich davlat nazoratidan voz kechib, bozor nazorati mexanizmlariga o'tish rejalashtirilmoqda. Bozor nazorati milliy axborot tizimi ishga tushiriladi va alohida qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Hozirda mavjud 33 mingdan ortiq standartning qariyb yarmi eskirgani yoki xalqaro talablarga javob bermasligi qayd etildi. Shu bois 6 ta texnik reglamentni bekor qilish, 29 tasini qayta ko'rib chiqish rejalashtirilgan. Joriy yilda 4460 ta, kelgusi yilda 2,5 mingdan ortiq, 2028-yilda esa 817 ta xalqaro standart qabul qilinishi nazarda tutilgan. 2026-yil 1-iyuldan boshlab to'qimachilik, charm poyabzal, mebel, elektrotexnika, avtomobil sanoati va axborot texnologiyalari sohalarida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish to'liq xalqaro standartlar asosida tashkil etiladi. 2027-yildan bu amaliyot neft-gaz, metallurgiya, transport, qurilish va tibbiy buyumlar sohasiga, 2028-yildan esa energetika, kimyo, ekologiya va xizmatlar sohasiga tatbiq etiladi. Sertifikatlash jarayonini yanada soddalashtirish zarurligi ta'kidlandi. Amaldagi murakkab tizim tan narx oshishiga, byurokratiya va korrupsiya xavfiga sabab bo'layotgani qayd etildi. Xavf tahliliga asoslangan baholash tizimiga o'tish, qolgan tovar pozitsiyalari bo'yicha ham majburiy sertifikatlashni bekor qilib, deklaratsiyalash amaliyotini joriy etish taklif etildi. Institutsional islohotlar doirasida texnik tartibga solish agentligi tuzilmasidagi tashkilotlar soni 5 tadan 3 taga qisqartiriladi. USTS markazi yopiladi. Akkreditatsiya markazi esa Vazirlar Mahkamasi tasarrufiga o'tkaziladi. Sinov va sertifikatlash xizmatlarini to'liq xususiy sektorga topshirish rejalashtirilmoqda. Hozirda xususiy sektorda 207 ta sinov laboratoriyasi va 73 ta sertifikatlash organi faoliyat yuritmoqda. Sog'lom raqobat muhitini shakllantirish maqsadida Angliyaning Intertek, Fransiyaning Bureau Veritas, Germaniyaning TÜV va Ispaniyaning Ablus kabi yetakchi xalqaro kompaniyalarini jalb etish rejalashtirilgan. Taqdimotda milliy muvofiqlik belgisi CUSni joriy etish, akkreditatsiya organlari mustaqilligini ta'minlash, laboratoriyalar faoliyatini raqamlashtirish va metrologiya tizimini isloh qilish masalalari ham ko'rib chiqildi. Taqdimotda ishtirok etgan tadbirkorlar ham o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Biza tadbirkorlarni jalb qilinishi menimcha juda ham to'g'ri. Xulosa, chunki bu hujjatlar har tomonlama, shu jumladan tadbirkorlar tarafidan ham ko'rib chiqilishi va nufuzli muhokamada qatnashish sharaf ham mas'uliyat ham. Bu uchun juda minnatdormiz. Savdo va xizmat ko'rsatish uyushmasi raisi sifatida aytamanki, birgina mana bozor nazoratiga hozir o'tirish taklif qilinyapti. Bu narsa bozorga chiqishdan oldingi nazorat. Bu nima deyiladi? Sertifikat olmaguncha chiqavermaydi. Men ko'p bu misol olib kelaman. Mana biz tandirda non yopamiz, ustiga sedani sepamiz. Ustiga jizni sep desa 6 oy
har bir marketdan sertifikat olib chiqishimiz kerak. Bu tadbirkordan nazorat yukini va mana shu tranzaksion xarajatlarni kamaytirsa, ikkinchi tarafdan mas'uliyat o'shanda aytaylik, o'xshamay qolsa, birov kelsa bizda mana sertifikat bor. Yana kim javobgar? Davlat, tadbirkor emas. Bu yerda tadbirkor mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi, mahsulot chiqaradi, bozor sifatiga baho beradi bu narsa. Hozir mana bu hujjatni juda ham chuqur o'rganib taklif qilinayotgan ko'rdim. Oylar mobaynida bo'ldi. Bu bizada sanoat modernizatsiyasini fundamenti bo'ladi. Ochiqcha aytsam, o'sha eski sistemadan mutlaqo siljishimiz va haqiqiy bozor iqtisodiyotini qurishga katta qadam bo'lyapti. Bu Jahon savdo tashkilotiga kirishimizning platformasi va eng kattasi bu haqiqatan butun iqtisodiyotimizni transformatsiyasining zamini bo'lyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli prezident, avvalambor o'zimni fikrimni bildirish uchun imkoniyat uchun minnatdorchilik bildiraman. Strategik jihatdan albatta bu loyiha xalqaro savdo prinsiplariga to'g'ri keladi. Milliy muvofiqlik belgisi. Bu yerda shu aniqlash kerakki, bu yana bizning shu hamkorlarimiz yana bir qandaydir qo'shimcha muvofiqlik tasdiqlash protseduralariga aylanmasin. Xorijiy import protokolini noto'g'ri tushunishmasligi uchun balki bu yerda aniqlik kiritish kerak. Chunki Yevropa ittifoqida bu markirovka, mana shu belgilash. Bu o'zi butunlay biznes operatori mas'uliyati. Endi biz boshladik, albatta, lekin hali texnik reglamentlarni optimallashtirmadik. Hali o'ta kamchiliklar bor. Shuning uchun ketma-ketligini balki inobatga olish kerak. Keyin davlat xaridlarini sertifikatlangan mahsulotlarga ustunvorlik berilishida ham bir aniqlik balki tushuntirish qilish mumkin, chunki buni noto'g'ri tushunishlari mumkin. Bu bizni sohamiz, to'qimachilik sohaga juda katta ta'sir qiladigan taqdimot bo'lyapti va katta islohotlar amalga oshirilyapti. Soha tarmoq nomidan sizga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Paxta to'qimachilik sohasi biz bir tomondan import ham qilamiz, ikkinchi tomondan eksport qilamiz. Asosiy bizning yo'nalishimiz eksport. Bizda ikki xil sertifikatlash bo'ladi. Bizda ijtimoiy sertifikatlash bor. Ya'ni BCI deganimizda bizda har qanday brend birinchi navbatda misol futbolka chiqargan bo'lsak, shu futbolkani ishlab chiqargan odamlar, insonlar bu qanaqa sharoitda yashagan, qanaqa qilib paxta yetishtirgan, majburiy bo'lganmi, bo'lmaganmi bizni audit qilib tekshiradi hozirgacha. Men g'urur bilan aytaman, biz har bitta auditni o'tganmiz. Muhtaram prezident, sizni islohotlaringiz tufayli ikkinchi ularda savoli bo'ladi. Sani ishlab chiqargan futbolkang bu ekologiyaga qanaqa aloqasi bor bo'ladi? Buni suvini tejaganmisan, boshqa qilganmisan? Birinchi savoli shu bo'ladi. Qaysi elektrda, yashilmi, yashil emasmi degan savollar bilan bizni qiynaydi, lekin uni bir marta o'tganingizdan keyin uni ishonch paydo bo'ladi bizga. Shuning uchun men aytganman, bizda birinchi navbatda to'qimachilik sohada eksport qiladigan bo'lsak, o'sha Yevropa davlatiga, hozir mana Amerika davlatlariga ham yo'llar ochilyapti. Birinchi navbatda shu sertifikatlashlarni va shu standartlarni biz so'radik. Men shuning uchun juda xursand bo'ldim. Bitta yana iltimosim bo'ladi, ruxsat bersangiz, hurmatli prezident. Shu Amerikani bozoriga bemalol kirish uchun WRAP degan idorasi bor. Bu sertifikatlash, yana aytaman, ijtimoiy sertifikatlash, usiz Amerikaga kirish qiyin. Usiz buni bitta dona paypog'imizni sotish qiyin bo'ladi. Iloji borsa shuni vakolatxonasini taklif qilinsa, to'qimachilik kengashi, yangi sanoat kengashi o'zi u bilan bevosita muloqotda bo'ladi. Bizning soha uchun juda katta turtki bo'lardi, yengillik bo'lardi. O'sha 2023-yilda kelganingizda, undan keyin biz yana 4-5 ta loyihani amalga oshirdik. Hozirgi kunda bozor topish, bozorga kirish juda ham qiyin. Rossiyadan bizga hamkorlarimiz keldi, ko'rishdiki, haqiqatan mana bunday metallurgiya qilsa bo'lar ekan. Rossiyaning o'ziga ham 70 million dollargacha biz eksport ham qildik. O'sha bozorga kirdik. O'tgan yili Yevropa bozoriga ham kirdik. Polsha va Vengriyaga ham eksport qilishga muvaffaq bo'ldik. Hurmatli prezident, 3 kundan beri shu sertifikatsiya masalasida ko'ribman. Sertifikatlashda davlat nazorati organlari aralashuvi bekor qilinishi, sertifikatlash muddati 90 kundan 10 kunga qisqartirishi. Biz vaqtni boy berardik, o'zimizga shartnoma qilgan import shartnomalarga ham biz vaqtida yetkaza olmasdik-da. Bu biz uchun juda ham katta sharaf, juda ham biz minnatdormiz. Taqdimotda qatnashish imkoni berganingiz uchun barcha elektrotexnika korxonalari vakillari nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. 1 yillik o'sish 40%. Hurmatli prezident, bir aytgandingiz, eksport nima bo'ladi deb yil yakuni bo'yicha harakat qilamiz, yaxshi ko'rsatish dedim. 24 natijasi 170 million edi, 40% oshdi va 220
6 milliondan 226,5 million bo'ldi va birinchi marta tarixda kabelchilar orasida birinchi o'rin egalladik. Bu 56 ta davlatga bo'ldi. Shunga o'xshagan ko'p ishlar qilindi. Albatta bu berilgan imkoniyatlar reformalari natijasi. Makro ko'rsatish haqida gapiradigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulot O'zbekiston tarixida birinchi marta bu raqamga erishdi. Oltin va valyuta rezervlari O'zbekiston tarixida birinchi marta bu raqamga erishildi. Yoki o'sha yalpi ichki mahsulotda o'sish sur'ati 6,5-7 atrofida edi, hatto 6,5 bo'lsa ham dunyoda birinchi o'rin. Lekin to'g'ri aytdingiz, hali ishlashimiz kerak, ko'p loyihalar qilishimiz kerak. Albatta harakat qilamiz. Hozir global bir loyiha ustida ishlayapmiz. Endi bugungi taqdimotga o'tadigan bo'lsak, buni men ikkiga bo'lib qaradim. Bu O'zbekiston ichki bozori va tashqi bozorlar. O'zbekiston ichki bozori uchun kerakli bo'lgan elektrotexnika sohasida bizda hech qanaqa savol qolmadi. Chuqur minnatdormiz. Rahmat. Tadbirkorlarning fikr va takliflarini tinglagan davlatimiz rahbari yangi tizimni joriy etish yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berdi. Bugungi taqdimotda 4 ta hujjatni hurmatli prezidentimiz tomonidan ma'qullab berildi. Bizga eng asosiy masala bu standartlashtirish sohasida. Mana demak 4 yil davomida demak bizani uyg'unlashtirish darajamiz, milliy standartlar, demak xalqaro standartlarga demak uyg'unlash darajasi 2,5 barobarga oshdi. 20% ni mana ko'rinib turibdiki, 20% dan demak 44% gacha o'sdi. Bu juda ham katta ko'rsatkich, chunki umuman olganda Jahon savdo tashkilotining eng asosiy talabi bu demak xalqaro standartni asosida ishlash. Bu demak mana shuni evaziga biza nafaqat o'sha eksport bozoriga demak yo'l ochiladi. Mahalliy mahsulotimizni demak sifat va barcha xavfsizlik talablariga demak javob beradigan mahsulot ishlab chiqariladi. Yana bitta yo'nalish bu albatta bu juda ham muhim, bu metrologiya yo'nalishida etalon bazani kengaytirish bo'yicha. Mana bu yerda ham ko'rinib turibdiki, biza demak 2019-yilda bor yo'g'i demak 19 ta etalon bo'lgan bo'lsa, hozirgi mana o'tgan yil 2025-yilda bizani etalon baza taxminan 3 barobar o'sib, demak 50 ta etalonga oshdi. Bu yilga ham vazifa qo'yildi hurmatli prezidentimizdan. Bu demak etalon bazani kengaytirish evaziga demak sanoat korxonalariga demak metrologiya xizmatini ko'paytirish. Buni evaziga joriy yilda 19 ta etalon yana xarid qilinadi va barcha tarmoqlarga demak kalibrovka va o'sha verifikatsiya xizmatlari ko'rsatiladi. Hurmatli prezidentimiz shaxsan o'zlarini tashabbuslari bilan juda katta liberallashtirish, ya'ni bozor tamoyillariga yaqinlashish, yana ham shu tomonga jilish, ya'ni to'siqlar tarbiykorligiga olib borayotganimizda importda, eksportda bu eng katta to'siqlarni oldirtirib tashlash, ya'ni bu sertifikatlash, standartizatsiyalash va buni boshqacha tizimda, boshqacha uslubda buni qo'llashda ruxsat berish yoki shuni boshqalardan yangi tashkillashtirishga bir katta jarayonni hozir muhokama qildik. Bu tadbirkorlarimiz uchun bu birinchi navbatda bozor iqtisodiyoti, ya'ni hamma yoq odil, xolis va rivojlanishga juda katta turtki. Ilgarigi 30-40 yillik texnik talablarni bekor qilish, ya'ni bu mas'uliyatni tadbirkorning o'ziga yuklash, davlat faqat zarar keltirmaydigan tekshiruvchi, nazorat qiluvchi tizim yaratib beradi. Uni bozor o'zi nazorat qilib oladi. Sifat tomonidan har bir islohot va har bir qadamni hurmatli prezidentimiz tadbirkorlar bilan albatta muhokama qilib, buni yuzaga olib chiqib, buni shakllantirish degan topshiriq berildi. Bu biz uchun juda katta sharaf. Birinchidan, ikkinchi tomondan bizni yengillik masalamizni yoki biz takliflarimizni eshitiladigan bir tizim yaratildi. Tadbirkorlar va hukumat bilan birgalikda bunaqa formatali bo'lmagan standartizatsiya masalasi bo'yicha katta bir farmonni prezident bilan muhokama qildik. Bu tarixiy voqea. Eksport faoliyatimizga juda ham yaxshi ijobiy fikr bo'ldi. Bundan tashqari bozor nazorati formatiga a'zo bo'lish. Bu ham bir sertifikatsiya yo'nalishida bizning mahsulotlarimizni butun dunyoga eksport qilishda ham juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Minnatdorman. Bunaqa formatali bo'lmagan hech qaysi davlatda prezident bilan tadbirkorni qo'yib hukumat doirasida mana shunaqa taqdimotlarni ko'rsatib va tadbirkorlarga ma'qul bo'ladiganini o'zlari eshitganlari men uchun juda ham sharaf bo'ldi. Bu taqdimotda eng quvontirgan narsa bu albatta hozirgi kunda yoki eski mahsulotlarni standartlash, sertifikatlash va texnik tartibga solish yo'nalishidagi yangi tizim. Oldingi tizimda mahsulotni ishlab chiqarish uchun bir mahsulotni texnik shartlarini yozib chiqarib, keyin namunalar taqdim qilinardi. Bu unga juda ko'p vaqt ketardi, mablag'
va samaradorlik juda sust bo'lardi, juda ko'p vaqt yo'qotilardi. Endilikda yangi sistemada yangi, misol uchun bir mahsulot ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, buni faqat to'g'ridan to'g'ri o'sha onlayn tarzda deklaratsiya holatida taqdim qilinadi va darhol sotishni boshlashingiz mumkin. Hech qanaqa xarajat, vaqt kerak emas. Endi buni nazoratini amalga oshirish, bozor nazorati bir termini paydo bo'ldi. Bu yangilik. Juda ham samarali bir nazorat sistemasi, chunki endilikda mahsulot bozorga tushgandan keyin bu mahsulotga nisbatan biron ishonchsizlik yoki sifatiga bir bo'lgan qanaqadir norozilik bo'lsagina ular murojaat qiladi va o'shandan keyin mahsulot tekshirishga olinadi. Endilikda deyarli CE olish uchun O'zbekistondagi elektrotexnika sanoatidagi korxonalar to'g'ridan to'g'ri o'zimizni davlat standart tashkilotiga murojaat qilib sertifikatini olishi mumkin va bu bozorga kirishni ancha qulaylashtiradi. Uchrashuv men o'ylayman juda ham tarixiy va bu nafaqat kelajakda iqtisodiyotimiz va sanoatimizni modernizatsiyasi tayyorlanayotgan jahon savdo tashkilotiga kirish uchun platforma, balki umuman iqtisodiyotimizni transformatsiyasini asosi bo'ladi deb ishonaman. Prezidentimiz tomonidan o'z vaqtida bo'layotgan ulkan islohot tashabbusi, bu joyda qatnashishdan shaxsan men juda xursand bo'ldim. Muhokama juda ham ochiq, erkin fikrlar almashinuvi asosida bo'ldi va muhim masalalarda davlat, tadbirkorlar, mutaxassislar hammasini fikrini eshitishi va shu borada yanada mukammalroq qarorlar qabul qilishiga erishish yo'lida bilaman va hurmatli prezidentimizga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.